Barchaga salom do'stlar. Sizlar men Vipoxgen. Bugun JTLdan intervyu olamiz. Raketu. Davay, mana ko'ramiz, turamiz. Raketu. JTLdan qidiramiz. O mana birinchi. JTL, sen katta bo'lsang nima bo'lmoqchisan? Men katta bo'lsam, fermerchi bo'laman. Yaxshi, yomon emas. To'xta, JTL. Sen katta bo'lsang nima bo'lmoqchisan? Men katta bo'lsam, do'konchi bo'laman. Do'konchi, narsalar sotaman. Yaxshi. Do'kon qurasanmi o'zingga? Ha, do'kon quraman o'zimga. Xo'p. Yana. Mana. Bunda bor ekan. Yigirma qoldim do'stlar. JTL. Hoy. Sen katta bo'lsang nima bo'lmoqchisan? Men katta bo'lsam, politsiyachi bo'laman. Politsiyachimi? Yaxshi. Politsiyachi bo'lar ekan do'stlar. JTL. Sen katta bo'lsang nima bo'lmoqchisan? Mensimaskan bu yoqni JTLlari. Voy, mensimas ekan bu yoqni JTLlari. Voy. To'xta, JTL, sen katta bo'lsang nima bo'lmoqchisan? Hech kim bo'lmayman, o'g'ri bo'laman. Nima? Sen o'g'ri bo'lmaysan. Cho'qol bu yerdan. Sendagi bolalar kerak emas bizning qishlog'iga. Yaxshi. Do'stlar, obuna bo'linglar. Davay, obuna bo'linglar. Nima bo'lmaysizlar obuna? 100 ta bo'lganimiz uchun hammaga rahmat do'stlar. JTL, sen katta bo'lsang nima bo'lmoqchisan? Men katta bo'lsam, direktor bo'laman. Direktor, maktabning direktori bo'laman. Direktor? Yaxshi. Yomon emas. Do'stlar, mana shu yernazida videoni yakunlayman. Videom yoqqan bo'lsa, like bos, esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar. Ko'rishguncha.